Salomchilar, bugun biz sizlar bilan iLeaders o'zidan ko'proq sertifikat olishni ko'rib chiqamiz. Sertifikat olishda uchraydigan asosiy muammo bu elektron pochta muammosi, ya'ni har bir foydalanuvchiga alohida elektron pochtasi kerak bo'ladi. Biz esa bir martalik elektron pochtalardan foydalanamiz. Qanday foydalanishni video davomida ko'rishingiz mumkin. Birinchi iLeaders o'zidan deb qidirib olamiz va birinchi chiqqan iLeaders.uz saytiga kirib olamiz. Saytga kirganimizdan so'ng biz ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Ro'yxatdan o'tish uchun bu yerda kirish tugmachasi mavjud. Kirish tugmachasini bosamiz. Ro'yxatdan agarda login parolingiz bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan oldin kirgan bo'lsangiz, login va parolni kiritib kirishingiz mumkin. Agarda ro'yxatdan o'tib login parolingizni, elektron pochtangizni va parolingizni ham unutgan bo'lsangiz, bu yerda profilni o'chirish orqali o'chirishingiz yoki parolni unutdingizmi tugmachasi orqali parolingizni tiklab olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish tugmachasi orqali ro'yxatdan o'tib olamiz. Bu yerga pasport serial raqamimizni kiritishimiz kerak. Xo'p, bu yerga kiritib olamiz. Bu yerda esa tug'ilgan kun ma'lumotlarini kiritishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, tug'ilgan kun ma'lumotlarini kiritamiz. Xo'p, va ro'yxatdan o'tishda maktab, ish joyingiz yoki student yoki birorta xodim ish joyingizni kiritishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosib ro'yxatdan o'tib olamiz. Xo'p, demak men familiyani kopiya qilib oldim va keyingi tugmachasini bosaman. Bu yerda ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, keyingi tugmachani bosib o'tishingiz mumkin. Bu yerga bizga elektron pochta kerak bo'ladi. Elektron pochta topishimiz uchun MailTime ga kirib olamiz va MailTime saytiga kiramiz. Bu yerda mana bu yerda tugmacha bor va create and account degan tugmacha bor. Bu yerda yangi elektron pochta yaratib olamiz. Men Ahmedov deb yozdim. Chunki Ahmedov deb yozgandan so'ng birorta sifr ishlatishni tavsiya qilaman. Raqam ishlatishni, ya'ni bunday avval nom qo'yilgan bo'lsa, bu yerda elektron pochta ochilmasligi mumkin. Parolga ham xuddi mana shuni ko'chirib qo'yaman. Mana create tugmachasini bosaman. Keyinchalik kirishda agarda mana shu MailTime elektron pochtaga kirishingiz kerak bo'lsa, shu Ahmedov Qirch yozib, bu parolga ham xuddi shuni yozib kirishingiz mumkin. Bu elektron pochtani ustiga bir marta bosib kopiya qilib olaman. Bu yerga joyladim. Bu yerga esa telefon nomerlarini yozib olishimiz kerak bo'ladi. Parolni takrorlaymiz. Soddagina 1 dan 7 gacha parol yozdim va keyingi tugmachasini bosamiz. Keyingi tugmachani bosganimizdan so'ng ushbu pasport ma'lumotlaridan registratsiya qilingan ekan, biz orqaga qaytib mana shu bosilgan, ya'ni ochilgan akkauntni o'chirib olamiz. Profilni o'chirish tugmachasini bosaman mana. Xo'p, bu yerdan esa mana tug'ilgan kun ma'lumotlarini kiritgan holda akkauntni o'chirib olaman. Mana o'chirildi. Endi yangi akkaunt, qaytadan akkauntni ro'yxatdan o'tkazib olamiz. Mana qayta o'tkazib oldik. Keyingi tugmachani bosamiz. Bu yerda mana ro'yxatdan o'tdi. Pochtaga xabar kelgan ekan. Bu yerda mana MailTime ga kiradigan bo'lsak, bu yerda refresh tugmachasi bor. Refresh deb bosaman. Mana bizga pochtaga xabar kelgan. Endi pochtaga havola kelgan, buni tasdiqlashimiz kerak. Tasdiqlashda e'tibor bering. Faqat mana shu ikki qatornigina kopiya qilib olamiz. Mana bu joyi qo'shilmasligi kerak. Buni mana shu joyini mana belgilab olaman. Buni belgilab olaman va kopiya qilib mana bu yerga pastga, ya'ni joylayman va enterni bosaman. Bu yerda elektron pochtamiz tasdiqlangan bo'ladi. Va tasdiqlaganimizdan so'ng yana qaytamiz elektron pochtaga va inbox ni bosaman. Mana bu yerga bizga yangi xabar kelishi kerak. Va mana bu birorta kursni tanlab olaman. Mana endi refresh bosadigan bo'lsak, bizga pochtamizga refresh berganimizdan so'ng mana bizga keldi. Nimamiz, havolamiz. Bu yerda join now tugmachasini bosamiz. Join now tugmachasini bosganimizdan so'ng bizda avval birdan ro'yxatdan o'tish ochilardi. Ya'ni parolni o'zini kiritib ro'yxatdan o'tib ketardik va profil bu yerda ochilardi. Hozir esa profil ochilmaydi. Biz bu yerda show more'ni bosib generativ ayni tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ng bu yerda mana akkaunt ochishni so'raydi bizga. Sign up tugmachasini bosib bu yerdan akkaunt ochib olamiz. Demak, mana
elektron pochtani kiritdim va parol joyiga ham elektron pochtani kiritaman. Bu yerga esa yuqoriga mana ism familiya yozib qo'yamiz. Full name'ga mana ism familiya yozib qo'ydik. Xo'p, profil ochganimizdan so'ng bizga profilni tasdiqlash uchun mana verify your email address, ya'ni elektron pochtani tasdiqlang deyildi. Bu yerga elektron pochtaga boramiz va inbox tugmachasini bosamiz. Yana bizga havola kelishi kerak. Havola hozir biroz kechikmoqda, ya'ni kechki vaqtlar olsangiz sertifikat havola o'z vaqtida yetib keladi. Bu yerdan resentni yana bir bor bosamiz. Resentni bosganimizdan so'ng mana bizga havola keldi. Endi resent tugmachasini bosganimizdan so'ng havola keldi. Confirm email adres, ya'ni email adresni tasdiqlaymiz va bu yerga qaytib bir marta sahifani demak yangilaymiz. Go tugmachasini bosamiz. Yani enrollni bosib bu yerga kursga yozilamiz. Kursga yozilganimizdan so'ng close tugmachasini bosamiz. Bu kerak emas bizga. Va change my time zone setting bor. Bu yerni ham bosib olamiz va sertifikat uchun bu yerga sertifikat name'ni yozib qo'yishimiz kerak. Bu sertifikatga chiqadigan ism familiya. Submit tugmachasini bosamiz. Va bu yerdan endi kursga qaytib faqatgina 4 ta testni ishlaymiz. 4 ta test bor bu yerda: quiz 1, quiz 2, quiz 3 va quiz 4 lar. 4 ta test bo'limida har birda bittadan oxirida faqat 2 ta test mavjud. Mana bitishkani qo'ygan holda birinchisi javobni belgilaymiz, submitni bosamiz. Bu yerlarning, bu savollarning to'g'ri javobi Telegramda. Demak, Telegramga havola beraman. Bu yerda Telegram kanalda savollarning javobiga havola beraman. Mana shu Telegram orqali Telegramga kirib savollarning javobini topishingiz mumkin. Quiz 2. Mana oxirgi savolga ham to'g'ri javob berib bo'ldik. Endi sahifaga qaytadigan bo'lsak, bu yerda biroz kutadigan bo'lsak, bizga mana view certificate page ochiladi. Yoki mana bu yerdan profil bo'limidan my coursesga kirib ham bu yerdan sertifikatingizni, ya'ni kurslar bo'limidan sertifikatingizni yuklab olishingiz mumkin. Mana shari olib bu yerdan havolasini, demak havolasini bu yerga men yozib qo'yaman. Shu orqali sertifikat olishingiz mumkin va bu yerda Telegram kanalimda ko'plab bir martalik elektron pochtalar kiritganman, ya'ni yozganman. Bu bir martalik elektron pochta beradigan platformalar bilan tanishib chiqishingiz mumkin, ya'ni MailTimiga o'xshagan platformalar. Xo'p, demak, e'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.